Aytsam ishonmaysizlar. Mana shu 6 sotuvlik yerni 1 sotug'ini nechi puldan sotyapsiz Elyor aka? $6000 sotamiz. To'g'ri eshitdimmi? 6000 dollar. 36 ming dollarga o'pish aylanyapti. Umumiy 6 sotuv. Fasadini o'zi necha metr shunda? Fasadi 20 metr, uzunligi 30 metr. Qayerda joylashganmiz? Nazarbek, Zangeta, Qatortol, Gazabik. Alinchir Ishonguzardan Ishonguzar. 5 kilometr kirganda, Nazarbekdan bir 7 kilometr kirganda, kerak-kerakligini tushunmayman. Qani kadastrlari bormi? Aniq. Kadastr hamma hujjatlari bor. Gaz, suv, svet, kommunikatsiyasi bor. Yeri ko'rasizlar, chorva sexga zo'r ekan. Sexga zo'r. Chorvaga nimaga aytdim? Hatto dalasi bor ekan. Ochuv joy, bemalol hidi o'sha yerga ketaveradi. Sex qilib qo'ysanglar, mebelchiklar foydalanib qoladigan joy. Svet, suv, gazi qanaqa? Zo'r, muammo yo'q, ishlab turibdi. Men suvni tekshirib ko'rdim. Suv zo'r ekan. Gazda mana ovqat pishiryaptilar. Qarang, u yomonga qo'shni olishgan. Qo'shnilar qanaqa bu yoqda? Qo'shnilar zo'r. Qo'shnilar zo'r. Qo'shnilar yaxshi? Yaxshi. Xullas, bu yoq tomonda yana uy ham bor ekan. Necha xona bu yoqda? 3 xona uyi bor. Ha, 3 xona. Bemalol yashab, bunaqa tursa bo'ladi. Ha, bemalol o'tiradigan joyi. Shunaqa. Bundan tashqari uyimiz oldida shunday magazini bor ekan. Xullas, uyim joyim deganlar, Zangeta, Nazarbek postidan 7 kilometr kirganda mana shu joyimiz sotilyapti. Shoim ko'prik mahallasiga. Qiziq bo'lsa, shaxsan Elyorbekni, ya'ni uy egasi nomerini qoldiraman. O't beradigan joy bo'ladi. Bo'ldi. Videoni qaytgancha chorva va sex bilan shug'ullanib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, foydali bo'ladi. Joyimiz yoqqan bo'lsa, bitta like boshingizdan chiqmasin, lekin haqiqatdan kengina ekan.